va texnoplanktonni tixasli. Bu yoqdan keyin ketdi уже bitta kukuruz tixaladi. Kukuruz nimaga tixaladi deydi ko'plar. Kukuruz bitta vazifani bajarib beradi. Ya'ni mana qurchoqlarni nazorat qilib turadi. Otganda bir-biriga chugalashib ketmasligi uchun. Suvga tushgandan keyin albatta kukuruz yorilib ketadi yoki erib ketadi. Qurchoq esa o'z holida shunday qoladi. Texnoplankton sekin erib pastga to'kilganda salstalot uni so'rib qurchoqga ilinadi. Xullas shunaqa. Otayotganda mana bunday bo'lib turish kerak qo'lim. Cho'kadi, tushadi. Mana Shuhrat og'a sekin otdilar birinchi qarmoni. Har bitta qarmoni sekin o'qilab chiqilyapti. Ketma-ket otib chiqamiz. Tak. Qarmog'imizni otishga tayyorlaymiz. Barmog'imizni qo'yamiz, buni o'rgatishimiz shart. Orqaga o'girasizlar. Bismillahirrohmanirrohim. Otayotganda bitta narsaga e'tibor berish kerak. Tushdimi, ozgincha kutasizlar. Qo'lam cho'kishini kutasizlar. Qo'lam cho'kkandan keyin poplok o'zi sekin tepaga chiqib keladi. Hozir chiqmayapti. Turibmiz paka. Chunki chuqurligi ancha baland. Chiqib olgandan keyin, xudo xolasa, sekin o'sha qarmoni yopamiz. Ungacha kutamiz, poplok chiqquncha. Chiqmasa agar bitta ikkita bundan tortib qo'yasizlar, o't-o'tga ilinib qolgan bo'lishi mumkin. Xudo xolasa o'sha men plitonkamiz ketmayapti. Bu degani o'sha dinoga tushdi degani. Qo'lam. Suv tubiga tushgandan keyin plitonka ketmaydi bunaqa. Ana poplogimiz chiqib keldi. Ko'ryaptimi azizlar? Mana poplog chiqqandan keyin yopasizlar. Sekin mana buni azizcha natyak berib qo'yasizlar. 4 kilolik, 5 kilolik tasdilobda tushyapti. Shuning uchun friksionni bo'shatib qo'yamiz. Va e'tiborimizni poplogga qaratib, u jarayonimizda mazza qilib kutib o'tiramiz. Xolasa mana bugungi 28-iyun natijalari chempion texnoplanktonlariga tushdi, xudo xolasa, kashalariga. Juda zo'r natija. Kamida 3,5 kilo, eng kichkinasi, kattalari 5 kilo, o'rtanchalari 4-4,5. Rahmat, juda zo'r bo'ldi.